Yulduz Usmonova, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Juda ham ko'p videolaringizni ko'ryapman. Instagramlarda, YouTube'larda chiqyapsiz. Islom Abdug'anich Karimov bo'yicha nimadirlar ko'p gapiryapsiz. Iltimos sizdan gapirmangda ko'p. O'zingiz ashulangizni aytib yuravering. Ashula aytasizmi, shu techalasizmi, o'zingiz ishingiz endi. Men bitta narsa aytib qo'ymanki, shu inson shu O'zbekiston. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, sog'misizlar, salomatmisizlar, tinchmisizlar? Alloh barchalaringizga kuch-quvvat bersin. Menga assalomu alaykum deb yozganlar barchalaringizga va alaykum assalom. Kommentariyada fikrlarni bildirayotganlar barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hamisha salomat bo'lib yurish hammalariga Alloh nasib qilsin. Men bu video murojaat qilganim, bu bola Yulduz Usmonovaga video murojaatini qilib chiqibdi. Avvalo ichida niyatini o'zi biladi va Alloh biladi. Bu obuna yig'ish uchun qilganmi bu videoni? To'g'ri, agar qaysi inson O'zbekistonimiz fuqarosi, u ashillachi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, prezidentimiz yomonlasa, men u insonni qo'llamayman. Prezidentimiz yomonlagan insonni qo'llamayman hech qachon. Lekin bitta gapingizga qo'shilmayman, birodar. Yulduz Usmonova nima qilgansan degan gapingizga qo'shilmayman. Yulduz Usmonova bir og'zim gapi bilan yer yuzidagi sionistlarni ko'tini ko'ylab berdi. Qo'pol qilayotganda. Sionistlar o'tirgan joy topolmadi. Yulduz Usmonova bitta gapi bilan hammasini o'chirib tashladi. Bular sionistlar qancha atvet qildi. Agar siz birodar bilmasangiz kerak, sionistlar kim deganda, sionistlar yevreylarda bir turi bo'ladi. Qonxo'r insonlar bo'ladi sionistlar. Pedofillik qiladi, dunyoda pedofillikga pul ajratishadi, nimaga gey paradlarga pul ajratishadi va musulmonlarni qirish uchun pul ajratishadi. Sionistlar shular bo'ladi. Puli ko'p insonlar. Shularga Yulduz Usmonova chiroyli javob qilgan. Shularga men 100% aytishim mumkin. Avvalo Alloh, lekin o'ylab qarasangiz, Amerikada agar boshqa qo'shiqchi konsert bergan, yo'nalish berganda, boshqa qo'shiqchi O'zbekistonda kechirim so'rab chiqadi sionistlardan. Lekin Yulduz Usmonova pulga vujudini qo'ymadi, sionistlarni ko'tini o'pmadi, sionistlardan kechirim so'ramadi. Chunki kechirim so'raydigan ish qilmadi Yulduz Usmonova. Siz bir kirib qiziqib qo'ying. Do'stim, agar musulmon bo'lsangiz, Yulduz Usmonova nima qilganini kirib ko'rib oling internetda. Yulduz Usmonova chiroyli, go'zal, ikki og'zim gapi bilan sionistlarni uyqusida umuman halovat yo'qotib qo'ydi. Halovatlar yo'qolib qoldi sionistlarni. Bir bosar tutarini bilmay qoldilar. Voydod devorishdi. Falastinni yerini egallab olgansan sanlar. Falastinlarni yerini bo'shatib ber degan joylari bor. Mana men degan odam gapira olmaydigan gap gapirib qo'ydi. Qonxo'r insonlarga. Do'stim, o'shaning uchun bitta odamga o'zingizcha video rolik qilyapsizmi? Oldin o'zingizni ustingizda ozgina ishlang. Blogerlik qilish bu shunaqa narsalarni yurgizish bu tapata shipirdan kalla tashlab turib sraz yurib ketavermaydi. Ozgina ishlaylar o'zlaringni. Shu ba'zi bir blogerlar achchig'i kelib ketamiz. Sizlarga o'xshaganlarni ko'rib, odamni achchig'i kelib ketadi, nervi o'ynab ketadi. O'zlaringni ustlaringni ishlamaysizlar-da, eyo beyo sakrab qo'yaverasizlar. Sakrashdan oldin ozgina kallalaring devorga ikkita urib turib, betlaringni yuvib turib, keyin bitta odamga atvet qilinglar. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchalaringizni Allohga yaxshi ko'raman.